Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda vodiydan kilitlarimizga kelgan mana shu Agriglobi 180 1105 yangi dizayn, yangi partiyadagi traktorimiz uchun vodiydan kelishdi. Mana 40li Farg'ona. 40 Farg'ona aka. Farg'onadan akalarimiz keldi. Nimalar yo'qda mana aytay mana farqlarini mana yo'qda ham bor traktorlar misol aka. Yo'qolasa yaxshi. Olib ishlatib ko'ramiz, video qilib tashlab beramiz. Ishlash jarayonlaridan. Ishlash jarayoni. Qo'shimcha uskunalar nimalar yo'qda. Mana akalarimiz bu yoqda o'zi maqtab gapirishyapti. Videolarni tashlab turasiz aka. Bunga ishondim. Videolarni tashlab turasiz. Hozir bo'lar, rahmat. Aka buyursin. Yaxshi kunlarda ishlating. Hozir olib ketganlar to'liq qilasiz. Erinmaysiz. Xo'p, kelaverasizlar akalar. Oldi balonlari 600 ga 12, orqa balonlari 7,5 ga 16 balon bo'ladi. Bunaqa sifatli texnikalarni faqat Yusuf Moto do'konida xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha chiqazaveramiz. Farqi yo'q. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu tomonlarga ham chiqazaveramiz akalar. Aylama pulik bo'ladi komplektda akalar, 2 korpusli aylama pulik. Bunaqa hali hech qanaqa texnikada yo'q. Dalji katta traktorlarda ham komplektda bunaqa aylama pulik bo'lmaydi. 1,26 santimetrli frizasi bo'ladi, tomi bo'ladi. Narxi 34 million so'm. Akalar. Keyin alohida 1,2 million so'm alohida olaman deydiganlar uchun 1,2 million so'm kultivatsiyasi. Agar traktor bilan birga olaman deydiganlar bo'lsa, 1 million so'mga qo'shib beramiz aka, bonus qilib. 3 xil rangidan bor: mokriy, qora va ko'k. Xo'p, bundan tashqari mana akalar tilchkalarimizga kelgan, motokultivatorlarimizga, drabelkalarimizga keldi yangi partiyada. Motokultivatorlarimizga har xil texnikalarimiz bor. Mana 300 kilolik muraviylarimiz bor. Mana bunaqa olib qo'ygan bo'lsa bort bo'ladi, sidinani qaytarib qo'ysa bemalol o'tirib ketaveradi. Ular mana opalar uchun bolalarni olib bog'chaga borib tashab, bog'chadan olib kelish uchun juda qulay bo'ladi. Keyin samasvalli Turix Tour kvadrotsiklarimizdan keyin xudo xohlasa bemalol kelaverasizlar. Yusuf Moto do'konida sifatli va arzon texnikalarni xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Yakkabog' Perkursidan 3,5 kilometr Sharsabzga qarab yurganda o'ng qo'lda, Sharsabzdan kelishda 5 kaltak metandan 1,5 kilometr yurganda chap qo'lda akalar. Manzilda adashmaysizlar.